Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Bola isitmayotgan bo'lsa, darrov isitmasini tushirmaymiz. Bu himoya, immunitet ishlayotgan bo'ladi. Tashqaridan kirgan virus, bakteriyani yo'qotgan bo'ladi. Biz paracetamol berib, oluvni o'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, keyin berayotgan antibiotikimizni u ovqat sifatida qabul qiladi-da, umuman sezgirligi ham bo'lmaydi keyin. Shuning uchun pediatrga olib chiqasiz, tomog'i qizarganini ko'rdi, antibiotik yozilgan bo'lsa, darrov shoshmang. Burnini yaxshilab ko'rsating lorga. Balki adenidit, balki adenoid, yashil balg'ammi, mahalliy yuvib ko'rish kerak. Darrov uni qo'l bosib, jigariga zarar qilib, ichak mikrobiotasini o'zgartirib tashlamasdan-da. Mana hozir ham Ceftriaxon Sulbakdan bir hafta olingan, lekin umuman bir haftadan keyin yana isitma tugamagan. Qarasam, yiringli balg'am. Mahalliy o'sha yerda o'zini yuvish kerak edi, immunitetni ko'tarishga, podдержка qiladigan narsalar berish kerak edi, bo'ldi edi aslida. Shuning uchun hamma a'zolar tekshirib, isitmani qo'yib beringlar bolalarni, mahalliy davo qilinglar.